Assalomu alaykum. Faramahat kanalini kuzatib o'tgan guruhdoshlar. Mana bugun Toshkent viloyati Piskent tumaniga keldim. Fuqaro murojaati bilan. Fuqaro murojaat qilyapti. Yoshlarga ajratilgan yerdan 3 yil oldin 50 sotokdan aksionda yutib olgan bu yer umuman ekilmagan, shu vaqtgacha tashlandiq bo'lib yotgan, aholi mol boqib yurgan. Bu shu tashlandiq bo'lib yotgan yerdan unumli foydalanish maqsadida aksionda o'ynab yutib olgan. Hamda o'sha yer maydoniga shu vaqtgacha ekin eka olmayapti. Negaki suv muammosi bo'lganligi uchun. Aslida lekin ming afsuslar bo'lsinki, bu yerda umuman suv muammosi yo'q ekan. Mana o'zim daladaman. Mana hozir dalaga chiqdim. Joyiga chiqib o'rgandim. Mana tepa tomon fermer dalasi. Men necha marotaba aytyapman, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi fermerlar o'zidan vallomat yasab olib, o'zidan boshqani odam o'rnida ko'rmay qo'yganlari ham bor, hammasi ham demayman. O'sha men videolarim davomida postoyanli aytib o'taman. Aholi qishloqda yashagandan keyin yo dehqonchilikdan tirikchilik qilish kerak, yo chorvadan deb. Bular chorvagacha o'sha siqib tashadi, yaylov qoldirmadi, mol boqmaysan, faqat o'zim boqaman deb. Lekin ertaga men necha marta aytyapman, insonni boshida yaxshi kuni bor, yomon kuni bor. Bu mayli yaxshi kunini to'yona qilar, to'y qiladigan bo'lsa, yo yig'inib to'y qilishi mumkin, lekin hammani boshida bor, ta'ziya bor. Fermerning uyiga borib, menga qarz ber, men otam o'luvini ko'may, yo onam o'luvini ko'may, yo qanaqadir bir yaqin o'tib qolgan bo'lsa, shularni janozasini o'tkazishim kerak, menga qarz berdi, fermerning uyiga bormaydi-ku. Mana ahvolni ko'rib turibsizlar. Mana shu fuqaro murojaat qilgan, mana bug'doyda ahvolni qaranglar. Hali umuman suv ichmagan. Ikkinchi marotaba suvni quyapti. Mana bu yerda fermerning o'zini mana bu g'allani ahvolini ko'ringlar mana. Mana bu g'allani ahvolini ko'ringlar mana. Fermernikini. Kalasi yonma-yon, lekin o'rtada ariq turibdi bitta. Bu ariqdan suv bermayapti. Nega desa, men deydi, buni deydi, nalogini to'layapman deydi. Ariqda hech qachon hech qaysi fermer yo klaster brigadalar nalogini to'lamaydi. Bu ariq chiqarib tashlanadi. Ular suvni nalogini to'laydi. Bu fuqaro ham aytayapti, suv xo'jaligini mana o'zini xodimi ham o'tiribdi. Piskent tuman suv xo'jaligining xodimi vakil keldi. Boshqalar naryoqda turibdi, ariqdan o'tisha olmadi. Suvni deyapti, boraman, men shartnoma qilaman, to'layman deyapti. Mana murojaatchining o'zidan batafsil o'zingizlar eshitinglar. Qanday holat bo'lgan, nima bo'lgan, o'zi mana batafsil aytib beradi. Mana o'zingiz tanishtirib, bemalol aytavering ommaga, nima bo'lyapti, nima holat bo'lyapti, sizga fermer suv bermasligiga nima asoslarni keltirib beryapti. Mana undan tashqari bu fuqaroni sudga bergan fermer meni haqorat qildi hamda meni paxta yer maydonimga suv bostirib olib, paxtamga zarar yetkazdi deb, opchi 12.460.000 so'm buni bo'yniga hozir ishtirab kelib o'tiribdi majburiy ijroda. Mana holat bo'yicha o'zingiz batafsil bemalol ommaga aytavering, buni butun buni xalq ko'radi, o'zi baho beradi, yer yuzida qanday odamlar borligini. Hamda buni bu muammoni shundayligicha qo'yib qo'ymayman shaxsan o'zim. Buni iloji bo'lsa respublikamizga qishloq xo'jalik vazirligigacha, Piskent tuman hokimiyatiga bordim, hokim chiqib ketgan ekan. Hududga Toshkent viloyatigacha bu temani, bemalol hokim o'zigacha men bu tema bo'yicha yuzlashaman, aytaman, muammoni tushuntiraman. Murojaatni xudo xolasa o'rganuvchi qonuniy tartib fuqaroga yordam beradilar. Bu fuqaro o'zi tembo'li kambag'allik ro'yxatida turar ekan, mana bug'doyda ahvoli mana. Zanglab yotib, zangga o'xshab qolgan, qurib qolgan bug'doy. Bu yerda bu aytayapti, men deyapti, bu yerga 50 talab odam ishlatdim. Bu ajriq qo'yadi, xalq mol boqayotgan haqiqatan ajriq qo'yadi. Mana ayog'i, mana odamlar olgan u yerdan ham 50 sotokdan. Lekin hech qaysi foydalanmayapti. Shu fuqaro olib ekyapti mana. Bu yerda opchi 2 gektar bug'doy maydoni bor ekan, yonidagilardan ham o'zi kelishgan holatda yonidagi yerlarni ham o'z yonidan rasxod qilib, haydatib, ajriqlarni terdirtirib, mana shu bu yil sho'riya shu yaxshi niyatda shu ertaga qopimga bir 4 qop bug'doy kirsa, ertaga bir qora kunimga ishlatarman, yaxshi kunimga ishlatarman deb niyat qilayotgan, lekin ming afsuslar bo'lsinki, o'zi kambag'al bo'lsa ham undanda og'irroq holatga tushirib qo'yapti fuqaroni hozir fermer. Prezidentimiz aytayaptilar, minbarda chiqib olib, yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev, ular uzoq bo'lsin, men har video davomida aytaman, olib borayotgan siyosatlarni qo'llab-quvvatlayman. Fuqarolarni kambag'allikdan yuksaklikka chiqarish kerak deb. Lekin bu yerda qani chiqadigani? Piskent tumani hokimiyati bu narsaga nega e'tiborini qaratmayapti? Fuqaro shaxsan Piskent tumani hokimiga ham borib uchrashgan, lekin muammosi hal bo'lmagan. Mana batafsil hammasini aytib o'ting. Qachon bu yerda olgansiz, qachon ekdingiz? Mana 2 yildan beri ekmayapman, shu yerdan foydalanmayapman, mana shu yil ekdim deyapsiz. Nima bo'lgan holat batafsil aytib o'ting ommaga. Bu yerda olganimga 3 yil bo'ldi. 3 yil davomida 1 yil
haydatib odamlarni ishlatib tozalab agrot qildik. O'tgan yili makka ekdik. Fermer suv bermayapti arig'idan. O'tgan yili makkalarimiz kuyib ketdi. 2024 hokim bobomizga borib uchrashib suv so'radik. Hokim bob zam hokim bilan suv xo'jaligini rahbarini jo'natib bu yerdan suv olishini aytdi. Keyin ular kelib bu yerda nima deydi? Suv olishimga ruxsat berdi. Yo'q, lekin shunda ham fermer zo'ravonlik qilib suv bermayapti, hech kimga bo'ysunmayapti. Shu maqsadida shu yerga keldik, tekshirishlar yana olib kelib tekshirtirdik. Keyin tuhmat qilib 12 million, 12,5 million menga shtrab yozib qo'ydi. O'sha paxtamiz suv bostirib ketdi deyapti. Paxtasini suv bostirganligini shaxsan qishloq xo'jaligi bo'lim boshlig'i hokim o'rinbosaridan men so'radim. Said Karim aka ismlari. Said Karim akadan so'radim. Said Karim aka men hech qanday joyga bormaganman dedi. Keyin rapodan tashkilot hozir yopilib ketdi. Raponi rahbari dalolatnoma tuzganda bunga qo'l qo'yib bergan. Qani o'sha rapor rahbarini ham topamiz xudo xolasa. Bu yerda ish noqonuniy qilingan deb men shaxsan o'zim shaxsiy fikrimni ayta olaman men. Bular sudga noto'g'ri, yolg'on ma'lumotlar olib borgan sudga. Hech qanday bu yerda paxtani shaxsan bu suv bostirganligini ustida shaxsan suv ochib, shuni paxtani suv bostirgan na videosi bor, na rasmi bor, hech narsasi yo'q, shu bostirdi deb bo'yniga ochiqchasiga tuhmat qilib yuborgan. Mana bu to'g'ridan suv bunaqasi aylanib kelaman, teranglarni ko'rib turibsizlar, aylanib shu g'allaga keladigan nariket bug'doyni o'rtasidan o'qariq o'tgan ekan, shunga shu ariq to'g'on yuvib ketibman paxtamni suv bosdi. Shu o'chirib yuborgan to'g'onni deyapti. O'zi bu suvga zor bo'lsa, o'zini dalasiga olib keladigan suvni aqmomu fermer paxtasiga haydab yuborib. Yana bunga tuhmatlar qilyapti. Meni dalamning otlarni yechib yuboradi, mollarni yechib yuboradi deb. Mana holat yana qanaqa holatlar bo'lgan? Mana batafsil narsani aytib o'tavering bu narsani. Yuqorigacha olib chiqaman men bu muammoni. Shu sizlarga iltimos shu agrotimga ariqdan suv berib bizga menga suv ochib beringlar. Mana eshityapsizlar fuqaroni. Hatto mana bir oddiy dehqon bo'lganligi uchun ham bu yoq gapira olmayapti ham, nima deb gapirishni ham bilmayapti. Chunki bu o'zidan o'tganini o'zi bilyapti. Bu yerga bu qancha mehnat qilib qo'ygan, qancha xarajat qilib o'tiribdi. Endi buni qoplash kerak-ku. Mana Piskent tuman suv xo'jaligidan vakil keldi. Mana o'zlari ham o'rgandilar. Mana bemalol aytavering, mana sizdan holatni ko'rdingiz. Men fermerga hech qanday bosim o'tkazmadim, ha? Yo'q. Yomon gapirganim yo'q. Chiroyli tushuntirdim. Tushunishni xohlamadi. Qayerga borsang bor, ariq meniki, men suvni bermayman degan vazdan aytdim yo'qmi? O'zingiz aytavering. O'zidan vallomat yasab olib, fermer o'zidan nima qilyapti? Dala meni dalam deyapti. Bu dala meniki emas, davlatning dalasi. Men bunga aytayapman. Bu shunchaki 49 yilga olgan ijarachi bu. Siz bilan men tushuntirishga harakat qildik. Nima deb javob beryapti shunday mana aytib o'tiring o'zingiz bemalol, hammasi holatda. Endi bu yerda bu insongarchilik yuzasidan bularni to'g'risi biza kelishtira olmadik. Bu yerda biza keldik, o'rgandik. Suv xo'jaligida hech qanaqa bizada muammo yo'q. Suv yetarli. Faqat bular o'zaro o'sha kelishmovchilik yuzasidan bizani chaqirishdi, biza o'rgandik. Endi bularni xudo xolasa biza kelishtirib, hammasini joy-joyiga qo'yishga yordam beramiz. Qo'ldan kelgan. Bu fuqaro aytayapti, sizlar bilan kerak bo'lsa hoziroq borib suv bilan shartnoma qilaman deyapti-ya. To'g'rimi? Suvda hech qanday men u tomondan e'tirozim yo'q deyapti. Menga suv qilib beringlar deyapti sizlarga. To'g'ri. Bo'ldi, u hammasi qonuniy bo'ladi. Bular shartnoma qilish muammo emas. Borsalar hammasi qonun doirasida bo'ladi. Mana hurmatli fuqarolar, mana o'zingiz eshitdinglar, mana bug'doyni ko'ryapsizlar mana. Ahvolni qaranglar, mana. Qaranglar, buni sarg'ayib, kuyib ketgan bug'doy. Sarg'ayib, mana kuyib yotibdi bug'doy. Bu narsani qanday tushunish mumkin? Mana ahvolni qaranglar, mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana ahvol. Mana. Ko'ryapsizmi mana ahvolni? Qanday tushunish mumkin? Yuqori turuvchi mutasaddi xodimlar, viloyat qishloq xo'jaligining bo'lim boshlig'i Xurshid aka bu narsaga o'zingiz jiddiy e'tiboringizni qaratasiz degan umiddaman. Viloyat hokimi Zoir Toyrovich bu narsani o'zingiz xudo xolasa videosini ko'rasiz. O'zingiz bu narsani o'rganib, qonuniy tartibda yechimini qilib berasiz degan umiddaman. Mana hurmatli fuqarolar, mana shu bugungi murojaatim mana shundan iborat edi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Meni kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar.